JEK va shirkat muammolardan charchaganlar uchun ajoyib yangilik. Ya'ni, misol uchun siz suddan yoki majburiy ijro byurosidan JEKning asossiz qarzdorligini undirish haqida xat keldi yoki SMS keldi. Demak, mana shu sudning hujjatini bekor qilish mumkin. Demak, buning uchun nima qilish kerak? Dastlab siz majburiy ijro byurosiga yoki sudga borib, sudning hujjatini olasiz va o'zingizni, ya'ni biz tayyorlagan dasturga, ya'ni telefondan yoki kompyuterdan kirishingiz mumkin. Familiyangizni va sudning raqamini kiritish orqali siz ariza, ya'ni e'tiroznoma tayyorlab olishingiz mumkin. Boshqa hech qanday narsa yozishingiz shart emas. Va mana shu dastur orqali siz arizani yuklab olasiz. Shundan so'ng imzo qo'yib sudga topshirsangiz, sud arizangizni ko'rib chiqib, o'zini chiqargan sud buyrug'ini bekor qilishi mumkin va bekor qilingan sud hujjatini olib majburiy ijro byurosiga taqdim qilsangiz, uning bazasidan o'chirib yuboriladi. Demak, mana shu dasturdan qanday foydalanish kerakligini birgalikda ko'rib chiqamiz. Dastlab biz advokat Abdumurodovning Instagram profili yoki YouTube profiliga kiramiz. Demak, u yerda link bor. Link orqali biz, demak, o'tamiz. U yerda biz mana arizalardan namunalar ko'rishimiz mumkin. Demak, bizga keraklisi e'tiroznoma, ya'ni shirkat bo'yicha e'tiroznoma kerak. Ochish tugmasini bosamiz. Demak, mana ochish tugmasiga kirdik. U yerda mana kirish tugmasini bosamiz endi va biz bu yerda ro'yxatdan o'tishimiz kerak bo'ladi. Demak, mana yirik kalit turibdi. Demak, biz telefon raqamiga o'tamiz. Telefon raqamiga o'tganimizdan so'ng, demak, ism, familiyamiz, viloyat, tuman, shahar yoki telefon raqam va profillarini kiritishimizga to'g'ri keladi. Demak, mana biz mana telefon raqamni kiritganimizdan so'ng parol teramiz, ya'ni biz eslab qolish uchun parol teramiz va parol terganimizdan so'ng bizning telefon raqamimizga SMS keladi va ushbu SMSni kiritganimizdan so'ng va men oferta shartlariga roziman degan tugmani bosganimizdan so'ng ko'k tugma, ya'ni keyingisi degan ko'k tugma bosiladi va shuni bosganimizdan so'ng biz ro'yxatdan o'tamiz. Demak, mana biz ro'yxatdan o'tib oldik. Keyingi manzil endi biz boyagi sudning qarori bo'yicha ma'lumotlarni kiritib chiqamiz. Aytaylik, qaysi viloyat sudi ko'ryapti yoki qaysi tuman sudi ko'ryapti. Demak, viloyat. Mana misol uchun biz Toshkent shaharni belgilaymiz va kiritib chiqamiz. Demak, mana Toshkent shahar, tumani aytaylik Yakkasaroy, mana fuqaroni, ya'ni biz to'liq familiya ism sharifini kiritishimiz kerak bo'ladi. Demak, to'liq kiritamiz. Demak, fuqaro manzili, demak, manzilimizni ham to'liq kiritamiz va telefon raqamimizni kiritamiz va qaror chiqarilgan sana, sud qarori qachon chiqarilgan, shuni kiritamiz. Demak, sud raqami, ya'ni uzun raqam bo'ladi. Demak, mana shunday biz misol uchun ko'rsatganmiz. Demak, mana shunday raqamni kiritamiz. Demak, shirkat, JEK yoki boshqaruv tashkilot nomini kiritamiz. Qarzdorlik summasini kiritamiz. Misol uchun 8.900.000 so'm. Sizda boshqacha summa bo'lishi mumkin, 2 million, 3 million yoki 2,5 million bo'lishi mumkin. Demak, eng e'tiborli jihati mana shu yerda, ya'ni sud qarori nusxasini olgan sana. E'tibor bering, sud qarori 1 oy oldin chiqqan bo'lishi mumkin. Lekin siz sud qarorini kecha yoki o'tgan kuni olgan bo'lishingiz mumkin. Demak, siz olgan kuningizni kiritasiz. E'tibor bering, ariza topshirayotgan kuningizdan boshlab olgan kuningiz o'rtasidagi farq 10 kundan oshmagan bo'lishi kerak. Demak, mana ariza yaratish tugmasini bosamiz. Ariza yaratish tugmasini bosganimizdan so'ng to'lovga o'tadi. Ushbu dasturni ishlab chiqish ancha xarajat talab qiladi va biz aholiga qulaylik yaratish maqsadida eng minimal tariflarni belgiladik. Ya'ni 100.000 so'm qilib belgiladik. Agar siz advokatga yoki yuristga maslahat uchun borsangiz ham bundan bir necha barobar qimmat, ya'ni ariza tayyorlab berish kerak bo'lsa, demak, bundan ham qimmat bo'lishi mumkin. Shuning uchun biz aholiga yanada qulaylik yaratish maqsadida eng minimal tarif 100.000 so'm qilib belgiladik. Ushbu to'lovni siz karta raqami orqali yoki klik yoki Payme orqali to'lashingiz mumkin. Agar kartani kiritish orqali to'lasangiz, hech qanday sizda komissiya olib qolinmaydi. Agar Payme yoki klik orqali to'lasangiz, demak 2% lik komissiyasi mavjud. Demak, biz mana karta raqami orqali kiritamiz. Demak, endilikda biz mana karta raqamini kiritamiz va amal qilish muddatini kiritamiz. Shuningdek, karta nomi aytaylik, Uzkart bo'lishi mumkin, Humo bo'lishi mumkin. Demak, biz o'zimiz xohlagan nomni kiritishimiz mumkin. Kiritganimizdan so'ng biz mana saqlash tugmasini bosamiz. Saqlaganimizda, demak, karta mana saqlandi. Demak, to'lovni amalga oshirishimiz kerak. Demak, mana keyingi tugmasini bosib, to'lovni amalga oshiradigan bo'lamiz. Demak, mana tugmani bosdik. Demak, bizni telefon raqamimizga SMS keladi. Ya'ni karta raqam qaysi raqamga ulangan bo'lsa, SMS boradi. Mana shu SMS kodni mana kiritib oldik va to'lov to'landi. To'lov to'langandan so'ng mana ariza tayyor bo'ldi. Arizani mana yuklaymiz. Mana shunday tartibda sizga mana ariza yuklab beriladi. Mana arizani ko'rishingiz mumkin.
sud buyrug'ini bekor qilish haqidagi e'tiroznoma. Demak, mana e'tiroznomamiz mana shunday ko'rinishda bo'ladi. Demak, barcha asoslar bu yerda ko'rsatilgan. Ya'ni qonunchilikdagi hamma nimaiki asoslar bo'lsa, barchasi kiritib o'tilgan. Arizamiz loyihasi demak mana shunday tartibda bo'ladi. Faqatgina siz buni har qanday joydan qog'ozga chiqarib olib, faqat imzolasangiz kifoya. Faqatgina shu topshirayotgan sanangizni ham qo'yishingiz mumkin. Demak, ushbu arizani yana yo'qotib qo'yishingiz yoki qayerdan topishni bilmasangiz, Instagramdagi link orqali kirib, 3 nuqtani bosamiz. Bu yerda da'vo arizalari bor. Da'vo arizalariga kirganimizda demak, mana mening arizalarim bo'limi bor. Ya'ni shablonlar va mening arizalarim bo'limiga kirganimizda, demak, biz yuklab olgan e'tiroznomamiz bor. Demak, ochish tugmasini bosib, har qanday vaziyatda yoki takror bundan foydalanishimiz mumkin. Endi sudga topshirayotganda yana bir e'tiborli jihati, aytaylik, sud qarori 1 oy oldin chiqqan, lekin siz endi e'tiroznoma tayyorlab sudga topshirmoqchisiz. Bunday holatda sizga iltimosnoma kerak bo'ladi. Ya'ni muddat tiklash haqidagi iltimosnoma kerak bo'ladi. Agar siz iltimosnomani yozmasangiz, arizangiz katta ehtimol bilan sud tomonidan qaytarilishi mumkin. Chunki siz nima uchun 10 kunlik muddat o'tkazib yuborganingizni isbotlovchi, ya'ni iltimosnomada ko'rsatib o'tasiz. Aytaylik, men 10 kun oldin, men 1 oy oldin qaror chiqqan bo'lsa-da, lekin men endi oldim, kecha oldim, o'tgan kuni oldim, MEPdan yoki suddan kelib oldim degan mazmundagi iltimosnomada ko'rsatib o'tish kerak. Demak, buning uchun siz Instagram profiliga link orqali yana xuddi shunday kirib olasiz. Kirganingizdan so'ng arizalar namunalari bor. Bu yerda iltimosnoma mana muddat tiklash haqida. Demak, muddat tiklash haqida iltimosnomani ochish tugmasini bosamiz. Bosganimizdan so'ng, demak, va xuddi e'tiroznomani qanday to'ldirgan bo'lsak, xuddi shunday kataklarni to'ldirib chiqamiz. Demak, mana biz to'ldiryapmiz xuddi shunday. Ya'ni viloyat, tuman, ya'ni ism, familiyani, fuqaroning manzili, demak, mana telefon raqam, sud qaror sanasi, demak, barchasini yana takroran to'ldirib chiqishimizga to'g'ri keladi. Demak, mana biz to'ldirib oldik. Endi ariza yaratishni bosamiz. Xuddi shunday to'lov amalga oshirilishi kerak bo'ladi. Ya'ni buni eng minimal 50 ming so'm qilib belgiladik. Bu to'lov xuddi iltimosnomani qanday rasmiylashtirgan bo'lsak, buni ham xuddi shunday rasmiylashtirishimiz mumkin. Demak, mana biz karta orqali to'lov qilyapmiz. Mana keyingisi, chunki bizni karta raqamimizni saqlab qoldi tizim. Ushbu tizim orqali yana keyingi tugmani bossak, telefon raqamimizga SMS kod keladi. Ushbu kodni kiritish orqali to'lovni yana amalga oshiramiz. Demak, mana shunday, mana kod keldi, kodni kiritdim va mana to'lov amalga oshirildi. Demak, mana arizamiz tayyor bo'ldi va yuklab olish tugmasini bossak, bizga mana arizamiz, mana iltimosnomamiz tayyor bo'ldi. Demak, mana shu iltimosnomani e'tiroznomaga qo'shib birgalikda sudga taqdim qilishimiz kerak bo'ladi. Ushbu hujjatlarni takroran yuklab olish uchun Instagram profildagi link orqali kirib, demak, da'vo arizasi tugmasini bosib, mening arizalarim bo'limidan kirganimizda, demak, biz sotib olgan yoki yuklab olgan arizalarimiz o'sha yerda turadi va qayta va takror yuklab olishimiz mumkin bo'ladi. Demak, ushbu arizalarni imzolab, sanalarni qo'yib, arizada ko'rsatilgan, ya'ni e'tiroznomada ko'rsatilgan ilova hujjatlarni ilova qilgan holda sudga topshirsak, sud belgilangan tartibda ko'rib chiqib, o'zining chiqargan qarorini bekor qilishi mumkin va ushbu bekor qilingan hujjatni majburiy ijroga taqdim qilsangiz, u ham o'zining bazasidan o'chirib yuboriladi. Arizani yuklab olishda muammolar yuzaga kelayotgan bo'lsa yoki yuklab olgan arizangizni qayerdan olishni bilmayotgan bo'lsangiz, mana shu raqamlarga murojaat qilsangiz, biz sizga albatta yordam beramiz. E'tiboringiz uchun rahmat.